qovurma chuchvarani 7-8 yil oldin birinchi marta nahorga oshga qilib berganman. Qarsillash u yoqda tursin, ko'rinishini o'ziga hamma tan berib o'rgan. Xohlaydiganlar uchun qanaqa qilinishi o'rgataman. Menga qiziqmas deydiganlar tez o'tkazib yuboringlar. Xamiri o'sha oddiy, buvilarimiz, oylarimiz qilgan qovurma chuchvarani xamiri. Xamirni to'liq retseptini video ostida yozib qoldiraman va xamir qorib tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha orada kompotlarim bor edi. Ko'pmas ozgina shaftolim bor edi. O'shandan darrov kompot qilib qishga g'amlab qo'ydim. Qishga kompot g'amlash yozilmagan qonunlar degan kitobda yozilgan, bilasizlarmi shuni? Xullas, tingan xamirimizni o'rta qalinlikda yoyib olamiz. Juda ham yupqa bo'lib ketmasin. Xamirni birinchi lenta ko'rinishida kesamiz, so'ng eni va bo'yini 9 cm dan o'lchab kvadrat shaklda kesib olamiz. Menimcha qovurma chuchvaraga nachinka tayyorlashni hamma bilsa kerak. Menda tayyor marinadlangan shashlik qiymasi bor edi, o'shandan foydalandim. Endi diqqat bilan tugilishiga ahamiyat beringlar. Xamirni to'rtta burchagini o'rtaga yig'amiz, ya'ni konvert ko'rinishiga olib kelamiz. Teskarisiga o'girib, o'rta qismiga qiyma solamiz. Ona esizdami, shu tugilishini menga birinchi marta o'rgatganingizda qog'oz salfetkada ko'rsatib bergandingiz. O'shanda tugilishini repetitsiya qilgandik-da. O'rtasiga qiyma solgandan keyin to'rtta chetini yana o'rtasiga olib kelib chimchilab, yaxshilab siqib qo'yamiz va tagidan to'rtta boyga yaprog'ini chiqarib, shunaqa gul shaklini berib olamiz. O'rta olovda oldi orqasini chiroyli qizil rangga kirguncha pishirib olamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib saqlanib qolamiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.